Assalomu alaykum hurmatli yoshlar, assalomu alaykum hurmatli teletomoshabinlar. Kuzatayotganingiz Mikrofon yoshlarda podkasti. Bugun biz sizlar bilan yoshlar o'rtasida xorijiy tillarni o'rganish darajasi haqida suhbatlashamiz. Assalomu alaykum. Ibrat farzandlari loyihasi asoschisi, Shuhrat medali sovrindori Rustam Qoriyevni taklif etganmiz. Rustam aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Xushvaqt bo'linglar. Sizni ham xush ko'rdik. Xush ko'rdik. Rustam aka, nima uchun bugun biz mana shu mavzuni tanladik? Ya'ni yoshlar o'rtasida xorijiy tillarni o'rganish darajasi qay darajada? Bugungi kunda siyosatimiz ham, umuman olganda jamiyatimiz ham til bilishga bo'lgan ishtiyoqni tobora oshirib boryapti va yoshlarimizni qaysidir yo'lda bu bizni yutug'imiz ham deb bilish mumkin. Chunki yoshlarimiz mana shu ingliz tili, xorijiy tillarni o'rganishga qiziqishyapti. Sizni fikringizni eshitmoqchi edim. Albatta, juda ham o'rinli savol berdingiz. Meni o'zim o'rgangan paytlarimdan boshlaydigan bo'lsak, avvalambor ingliz tilini o'sha paytlarda o'quv markazlariga borib, hatto taqdir taqozosi bilan o'quv markazlarida yashab istiqomat qilib, tong ma'noda emas, bu chin ma'noda uydan chiqib, endi buni alohida ochargan bo'lsak, bu alohida bir storytelling, bir kitob shaklida bo'ladi. Ya'ni biror bir narsaga erishish uchun ikkinchisidan voz kechishing kerak deydi-yu. Ya'ni men ham aynan shu tilni o'rganish uchun shuni haqiqatdan ham bir istak, xohish bo'lganki, shu hatto uyni tark etib, o'quv markazlarida yashab, istiqomat qilib, u yerda o'rganib, o'zim xohlaganim uchun emas. Menga qarshiliklar bo'lgan ingliz tilini o'rganayotganimda. Nima qilasan ingliz tilini o'rganib? Bizda endi o'zbeklarda stereotip bor. Kimdir kutib turibdimi seni hozir tilni o'rgansang, o'zingni ona tilingda yaxshi gapirsang bo'ldi-ku. Albatta, biz xorijliklardan xorijiy tillarni o'rganamiz, lekin biz O'zbekistonda o'zbek madaniyatini, qadriyatlarini albatta o'zimizni til orqali o'rganamiz. Bu narsani hech qachon yodimizdan chiqarishimiz kerak emas. Lekin biz oldimizga qo'ygan maqsadlarga, buyuk marralarga erishmoqchi ekanmiz, bizga kamida ikkita xorijiy til kerak bo'ladi. Bu qaysi sohani ochib ko'rmang, xoh meditsina bo'lsin, IT sohasi bo'lsin, hamma joyda, mana o'zim ham ko'chalarda yuraman. Shifokorlarga borganimda ham Rustam aka, sizni ilovangizni o'rganayotganman. Nimaga o'zi PhD bo'lsangiz, doktorlik unvoningiz bor ekan, shuncha patsiyentingiz bor ekan, nimaga kerak sizga til desam, men Rustam aka juda ham ko'p kasalliklarning davosi borligini bilaman. Lekin o'sha davolarning ma'lumoti ingliz tilida yozilgan. Jahon standarti bo'yicha 60% ma'lumot ingliz tilida berilgan. Va boshqa tillarda, Xitoy tilida ham. Va endi men uni o'rganishim uchun, o'zimni ustimda ishlashim uchun, keyingi darajaga chiqishim uchun o'yin kabi. O'yinda ham keyingi darajaga o'tganingizda qiyin bo'lib ketaveradi. Levellari qiyinlashadi va yutuq juda ham mukofotga bir anaqa sazovor. Va shifokorlardan so'rayman, misol uchun, ular aytishadi, kichkina boladan so'rayman. Ana kuni bir dada keldilar, otasi keldi, ikkita farzandi otasi keldi, o'zlari zapravkada ishlagan ekanlar. 2 kun ishlaganman, 1 kun dam olganman dedilar. Bolalarni ko'rsangiz, xuddi Amerikada istiqomat qilib, o'rgangandek gapiryapti. 12 yoshli bola. Men o'zim shaxsan suhbat qildim. Bizani qayerdan topib keldingiz desam, o'zim qidirdim, izlandim. Nimaga meni topib keldingiz aynan desam, bolamga motivatsiya bo'lish uchun deyaptilar. Ya'ni hurmatli prezidentimiz bitta yig'ilishda aytganlarki, men qaysi hozir shu xonada o'tirganlardan qaysi inson ota sinf rahbarini, o'zini bolasini sinf rahbarini ismini aytsa, men sovg'a beraman debdilar. Va achinarlisi, bunga na yig'laysiz, na kulasiz, biror inson o'zini o'sha bolasini sinf rahbarini otini bilmagan. Chunki u maktabga bormagan ota. Bu qachongacha onalarga, ya'ni onalarning mas'uliyati bo'ladi deb aytdilar. Bu narsani men o'zim ham motivatsiya sifatida oldim. Men o'zim ham 2ta farzandim bor. Keyin shu gaplardan keyin har bir narsaga ona emas, xuddi bizning nima deydi, ishimiz ko'p bo'lsa-da, o'zim aytyapman, o'zim o'qituvchi bo'lsam, xorijiy tillarni chekki hududlarga prezidentimiz mana berayotgan e'tiborlari bilan, bizga berayotgan imkoniyatlari bilan imkon qadar yetkazishga harakat qilyapmiz. Garchi menda u imkoniyat bo'lmagan bo'lsa-da. Na IELTS kompensatsiyalari bo'lgan u paytda. IELTSdan hozir 7 olsangiz kompensatsiyalar bo'ladi, misol uchun. Menda unaqa narsalar bo'lmagan. U haqida g'oya ham bo'lmagan. Qani endi bittasi bersa-da, hatto shunaqa narsalar bo'lmagan. Yoki IELTS olganingizdan keyin 7mi, 7,5 olsam? 7+, 7+ degani o'sha katta degani. B2 C1 ning orasidagi bir level degani, u katta daraja degani. Undan tashqari u IELTS olgandan keyin bola nima uchun IELTS o'qiydi? Albatta top oliygohlarga kirish uchun. Dunyoning nufuzli Ivy League degan universitetlar bor. Stanford, MIT, Harvard, umuman jahondagi eng nufuzli universitetlar qaysi biri bo'lsa, shu yoqqa kirgisi keladi bolalar. Menda unaqa u tugur kiraman degan maqsad bo'lgan, lekin qaysi universitetga kiraman, uni otini bilmaganman. Hozir bu imkoniyatlar juda ham bir nima deydi, hozir berilyapti insonlarga, ayniqsa yoshlarga.
qanaqa IELTSdan ol kompensatsiyani qaytarib ol uni pulini va top universitetlarga 100 taliga kiradigan faqat bo'lsang o'qisang bo'ldi. Elliot Media fondi orqali u ham qoplab berilyapti. Nima desangiz, bu negizda nima turibdi desangiz, yoshlarni o'qitmoqchilar prezident bo'ldi. Istiqomat qiladigan paytlarimga boradigan bo'lsam, ertalab turardim, hech narsa bo'lmagandek o'quvchilarni o'qitardim. Ular meni bilishmas edi, bilishim shart emas. Turardim, narsa qilardim, o'quvchilarimni o'qitib, undan keyin ham o'zim ham o'qirdim. Keyin bir kun Malayziyaga borganman. Shu ingliz tilini boshlagan paytim pre-intermediate levelda. Bu o'rta daraja degani. Shu chet elliklardan o'rganish boshqacha bo'lsa kerak tilni deganmanda ketganman u yoqqa. U yerda ham moliyaviy muammolar bo'lgan. Xullas, undan bundan olganmiz. Dadam pensiyalarni berganlar, buvimlarning pensiyalarini berganlar. Mana bu yerda ham mana qiyinchiliklar, muammolar. Til nimaga qiyinchiliklar? Biznes qilishga emas bu yerda. Aynan til o'rganishga. Bitta bola til o'rganmoqchi bo'lsa, shuncha qiyinchilik bo'lishi mumkin. O'quv markazlari ham hozirdagi rivojlangan bo'lmagan. Hozir misol uchun, hozir juda ham ko'p tilga bo'lgan e'tibor ko'payib ketgandan keyin mana yaqinda British Council ham statistika berdi. Oxirgi 5 yillikni oladigan bo'lsa, 10 karra, undan ham ko'p karralarga ingliz tiliga bo'lgan talab ham sifat, ham son miqdorida juda ham oshgan. Bu men o'ylaymanki, hozir aynan shu xorijiy tillarga bo'layotgan e'tibor yoshlarning o'rtasidagi prezidentimizning siyosatlarida o'ylayman. Nimaga unaqa deyapsiz desangiz, chunki yana o'sha paytda men aytaman, men Singapurskiyni bitirganman. O'sha Malayziyaga borib o'qiganimdan keyin qaytib kelganman. Xullas ozgina chalkashdim va ustozimdan so'raganman. Ustoz, men hozir IELTS o'qishim kerak, lekin pulim yo'q. Hamma pulimni Malayziyaga tashlab kelib bo'ldim deganim. Pulim bo'lmagan IELTSga. O'sha paytlar 150 mingmidi, 140 mingmidi IELTS o'qish, mana shunaqa edi. Pul bo'lmagan. Keyin bo'pti, bitta shart bilan. Faqat o'sha sizga imkoniyat berilganida, agar yaxshi ustoz bo'lsangiz, o'zingizga o'xshaganlarga yordam berasiz deganlar. Mendan bir yosh kichkina bo'lganlar ustozim. Niyat qilganman, lekin ustoz bo'laman deb umuman o'ylamaganman, tasavvurimga sig'dirmaganman. Chunki endi o'quv markazida faqat yashasangiz, narsa qilsangiz, ovqat yeyishingiz kerak. Earn for living deydi ingliz tilida, yashash uchun kurashish, unga pul topishingiz kerak. Keyin ustozim aytganlar, shu o'quvchi o'qitsangiz-chi deb. Endi to'g'ri, u o'quvchi o'qitib nech bilan pul topardingiz u paytda-da. Lekin bo'pti, boriga baraka deganman. Bitta o'quvchi bilan boshlab, qo'rqib kirganman o'sha payt sinfxonaga, o'qitganman. Keyin menimcha yoqmagan bo'lsa kerak, ustozimdan so'rasam, yo'q, yoqibdi darsim. Shundan keyin sekin guruhga ko'payib, 10 ta, 100 ta, 1000 ta shunaqa qilib ko'paygan darslarim. Keyin men o'zimda shunaqa qobiliyat borligini bilganman. Ko'pchilik aytadi, inson sevgan kasbni qilish kerak deb. Menda boshqacharoq, paradoks. Ya'ni oldin men sohaga kirib, undan keyin yaxshi ko'rishni boshlaganman. Ya'ni o'sha sohada men o'zimni topganimdan keyin, Yaponiyada ikigai degan termin bor. Xuddi shunaqa qilib, ya'ni men shu soha uchun yaralgan ekanman. Nimaga? Qatdan bilyapsiz, chunki o'zi dars soati 1,5 soat standart bo'lardi va 1,5 soat uchun men haq to'lanardi menga. Endi buni qanchalik aytish joiz, noto'g'ri, to'g'ri men bilmayman bu narsani, lekin men 1,5 soatdan tashqari hatto menga haq to'lanishini bilsam-da, darsni qanaqa qilib 2-2,5 soat bo'lib ketganligini bilmaganman. O'zingizdan maza qilardingiz-da. Bolalar chunki qarab turibdi mendan nimadir oladi deb-da. Shu qolib ketdi-da, kitobini mana bu joyi qolib ketdi-da, mana bu joyini o'tsam yaxshi bo'lardi deb, aytadi-yu, improvizatsiya kelaverardi. Ya'ni-da, keyingi guruhlarim hatto kutib qolardi, keyingi dars boshlanguncha. Demak, men yaxshi ko'rar ekanman. Charchirdim, bilardim bu narsa ruhiy, jismoniy, aqliy mehnatni juda charchatadi. Ustozlik kasbi, ayniqsa bilim berish. Og'ir kasb, chunki guruhingizda 10 ta odam o'tirgan bo'lsa, albatta, faqat men gapirardim. O'zi aslida faqat men gapirishim xato. Buni qachon bilganman? Ustoz sifatida. CELTA sertifikat olganimdan keyin, CELTA Cambridge tarafdan sizni non-native speakerlarga, ya'ni o'zini ona tilida ingliz bo'lmaganlarga ingliz tilini o'qish huquqini beruvchi, ingliz tilini o'qitish huquqini beruvchi sertifikat. U MBA diplom bilan bir xil. Uni men bu yerda siz xorijiy mamlakatlarda ham demak dars bera olasiz. Shunday bo'ladimi? Albatta. Angliyani o'zida emas, Angliyani o'zida agar talab bo'lsa boraman. CELTA desangiz biladi. Bemalol misol uchun Malayziya bo'ladimi, Indoneziya bo'ladimi, Xitoy, Koreya, hattoki inglizsiz bo'lmasa. O'rni kelganda savol berib ketik. Siz bu yerda qolishingizga nimalar sabab bo'lyapti? Ketaman deydiganlar ko'p-da, mana shunday yoshlarga, qolinglar, mana shunday imkoniyatlar bo'ldi deyishingiz uchun. Endi juda ko'p faktor. Buni bitta gap bilan aytib bo'lmaydi. O'sha aytgan paytimda bitta qilib aytib bering. Nima deydi, bir zo'r so'radingiz, hozir hammasini bitta narsani eslataverdingiz, bitta narsa qilib aytib bering deganingizda, bir podshoh o'zini ayollarini chaqiribdi, vazirlarini chaqiribdi-da, menga hayotning mazmunini aytinglar. Qisqaroq qilib deyishibdi. Endi ular bitta kitob yozib kelishibdi vaqtlar o'tib. Yo'q, bu ko'p debdi.
podshoh undan ham qisqartiryapti. U 15 varroq bo'libdi, 7 varroqga tushibdi, 3 varroqga tushibdi, 1 varroqga tushibdi. U ham ko'p. Menga siz aytganingizdek bitta so'z bilan aytinglar debdi. O'ylashibdi, bitta so'zni olib kelishibdi. Nima deb o'ylaysizlar shu hayotning mazmuni bitta so'z bilan tasvirlangan. U yerda yaxshilik qilish deb yozilgan ekan. Bundoq o'ylab qaraganda, biza ham bu loyihadan aslida maqsadimiz til o'rgatish orqali yaxshilik qilish insonlar. Til o'rgatish, o'qitish meni o'zimni shaxsan hayotimni o'zgartirdi. 180 gradusga. Chunki men tadbirkor emasman. Meni qayerdadir qurib qo'ygan bizneslarim yoki qaqadir nima deydi biznes qilishga chiqarib qo'ygan mashinalarim yoki qurib qo'ygan yoki bankda qanaqadir hisob raqamlaringiz yo'q. Faqat men ustoz, men 10 yildan beri agar ibratdan tashqarida hayotda qattiq bo'lgansiz, men o'quv markazida dars berganman. Men hali ham dars beraman, lekin ko'lami, yo'nalishi boshqacharoq. Keyin shu fikr bo'ldiki, o'quv markazida kirib men dars berganimda faqat dars berganimdagina dars bera olar ekanman. Men o'zim bo'lmasam, bolalar, o'quvchilar mendan ola olmaydi. Endi meni jismoniy mehnatim mingtagacha yetar. Undan keyin yoshingiz katta bo'ladi, uylanasiz, bola chaqali bo'lganingizdan keyin Jismonan ham ulgura olmaysiz hech qanaqasiga. Rustam aka, mana shu joyda yana bir savol berib ketay. Mana aytyapsiz, menda misol uchun dangasalik bor. Endi boshlayman deyman, to'xtab tur deyman, past uxlab olay deyman, hozir boshlayman. Qanaqa yengsa bo'ladi? u savolingiz boshqa qismga tegishli. Men Rustam akaning gaplarini davom ettirmoqchi edim. Hozir aytyapsiz, ustozlik qilaman deyapsiz, ortiqcha daromadim yo'q, tadbirkor emasman deyapsiz. Xalqimizda shunday bir negativ fikr bor, ustozni ko'sasi oqarmaydi yoki ilm egasini ko'sasi oqarmaydi degan negativ fikr bor. Shularga nisbatan nima deya olasiz? Ustozni ham ko'sasi oqaryaptimi bugun? Yaqinda shu o'zingiz aytdingiz, shu kamtarona mehnatimizni yuksak baholab prezidentimiz oldilariga chaqirib shu shuhrat medali berdilar. Men o'zim kutmagan edim bu narsani. Shu berayotganlarida qo'limdan ushlab Rustam deganlarida o'zim otimni. Rustam, men sendan faxrlanaman, xalq sendan faxrlanadi. Bu qilayotgan ishlaringda juda ham katta. Asosiysi to'xtab qolmagan. Bilaman, g'ovla bo'ladi. O'sha yoshlarga murojaat qilyaptilar. Faqat men orqali butun ustozlarga, ustoz va murabbiylar kunidan bir kun oldingi kun edi. Shuhrat olgan kunim. Aytayotganlarida lenta orqaga aylanyapti, xuddi kino plyonkalarda. Xuddi ana davr O'quv markazida o'zim o'tirib, mana shunaqa stol edi, faqat uzunasiga, uzunroq. Shu men yotgan joylarim. Va ko'rpacha bor edi ustida, o'zimizdan o'zbek ko'rpachasi. Yotgan paytlarim, ofis qanday bo'lsa hozir 3D'si esimda miyamda, o'sha paytlar aylanyapti. Prezident gapiryaptilar, prezident siyosatiga chiqqan xorijiy tillarni o'qitish, ustozlarni qadrlash, yoshlarga e'tibor berish. Bo'lmasa u insonning juda ham ishlari ko'p. Yoshlardan boshqa juda ko'p ishlari bor. Biz o'qiymiz ular haqida, har kuni o'rganamiz. Bitta oilani boshlig'i bo'lgandan keyin bu narsani tushunar ekan. Otalikni ota bo'lganingizdan keyin tushunar ekansiz. Men tushunmas edim, oyimga telefon qilsalar, "Qayerdasan, nima qilyapsan?" deb har telefon ursalar, "Nimaga xotir ovurar ekanlar" derdim. Lekin ayolim telefon qilib farzandim haqida biror qanaqadir shamollagan narsa desa, men ishda o'tira olmayman-da. Onamni qanchalik qiyin bo'lganligini shunda bildim. Endi oila rahbari bo'lgandan keyin davlat rahbari miqyosida ularga qanchalik qiyin bo'lishini mana endi bu loyihaga kirgandan keyin bildim. Chunki insonlarning yukini ko'tarib, ularga yechim berib bo'lib ham yashash juda og'ir narsa. Shunga men aytamanki, buni o'zi katta narsa, mas'uliyat. Meni ertalab Yoshlar ishlari agentligi direktori aytadi har doim, uyqudan uyg'onganda sizni oldingi ishxonaga olib boradigan narsa bo'lishi kerak, motiv. Nima u? Atomik habitlarda ham gapiradi-ku, ya'ni seni odatlaring o'ziga jozibador tortish kerak. Endi jozibador tortargan bizning telefonimizni, chunki oldimizga qo'yib qo'yamiz, ertalab turib birinchi qiladigan ishimiz bizga qanday xabar kelgan ekan, kim bizga like bosgan ekan, bizga yozgan postimizga rostdan qancha izoh bo'lgan ekan. Men o'zimdan ham o'tgan narsani aytyapman. Bu avvalambor aytadi-yu, nima deydi, qizim sen gapiraman, keldim sen eshit. Men o'zimga bu gapirayotgan boshini o'tgan topibman demoqchisiz. Ya'ni shu jozibador ekan davomman. Lekin vaqt shu bilan o'tyapti. Lekin o'yladim, men yaratgan ham shunga yaratdim bizani. Meni otim Rustam qo'ygani, aynan shu pozitsiyaga qo'yib qo'ygani, Ibrat farzand loyihasiga meni chaqirganligi, sabablar ko'p, to'g'ri. Lekin nimaga degan savol berish kerak inson. Inson hayvondan farqi ham asosan shu tafakkuri, tadabburi bilan men o'ylaymanki, boshqalardan ajralib turadi. Ya'ni bizda har doim imkoniyat bor. Bizda tanlash imkoniyati bor. U xohlasangiz, siz aytdingiz, xohlasangiz dangasalik qilib o'tiramiz, choy ichamiz, choyxonaga boramiz. Ulfatlar bilan ko'rishamiz. U yomon emas, lekin u tanlov bizda. Lekin shunaqa joylarga keladi,
bitta narsaga kirishganingizdan keyin, mana shu loyihaga kirishganimdan keyin umuman birorta ulfatni choyxonasiga bora olmayman. Chunki vaqtim yo'q. Men o'zimga o'zim savol beraman. To'ppa-to'g'ri aytdingiz. O'zimga o'zim savol, hop, bordim u yoqqa. Hop, maza qilasan, yaxshi, yoqadi senga. Yoshiysan. Nima o'zgaradi? Nima o'zgaradi? Nimadir o'zgartirasanmi? Insonning hayoti o'zgaradimikin shunda degan savol beraman. Agar ha bo'lsa boraman. Men loyihaga kirganimdan keyin shunaqa savol berargan bo'lib qoldim o'zimga. Rustam aka, o'zi umuman savol bilan murojaat qilmoqchi edim. Mana shu loyiha mana ko'lami keng. Bugungi kunda har bir yoshni mana shu smartfonida tekshirib ko'rsangiz, telefoningizni berib turibdi, qarasangiz ilovani ko'rib qolasiz-da va xursand bo'lasiz. Barcha yoshlar foydalanishadi. Qanaqa mana shu loyiha nima sababchilar bo'ladi? G'oya qayerdan paydo bo'lgan? Mana shu Ibrat farzandlari loyihasini qilamiz, mana shunaqa darslar tayyorlaymiz degan. G'oya juda ham zo'r savol berdingiz. Qiziq buni hikoyasi. Xuddi nima deydi, Steve Jobs Apple'ni qurganidek, buni ham bir xudo xolisa bir niyatimiz albatta yo'q emas, bor kitob yozish. Insonlarga bir motivatsiya sifatida. Men o'zim to'g'risini aytaman, yashirmayman, bu g'oyaga ishonmaganman. Chunki men o'qituvchi bo'lganman. Qolib ketadi bo'lagan. Nima qanaqa bo'ladi? Chunki men uni foydalanib ko'rganman. Oldin boshqa markazlarda ishlab, video darsligim chiqqan. 10 ta bo'lgan, 15 ta bo'lgan, 20 ta bo'lgan moliyaviy muammolar tufayli, xohish tufayli, motivatsiya. Xullas, u kompaniyani egalari o'sha qilayotgan ishlariga o'zi ishonmagan. Ya'ni ularda ishonch bo'lsa, men o'zimda ham, lekin men qiziqib borganman. O'zim ssenariy tuzardim. Bundan oldin shunaqa loyiha qilganman men. Bo'lgan. O'zi ishonch 90% muvaffaqiyat. Keyin shu bilan tushib ketgan. Bo'lmas ekan. Bunga haqiqatdan sizni fikringiz bilan aytadi-ku, Fikrdoshlar kerak degansiz. bir maqsad atrofida va maqsadi bir yo'nalishga yo'naltirilgan jamoadan ko'ra qo'rqinchliroq va kuchliroq narsa yo'q. Menda u narsa bo'lmagan. Lekin Ibratga kelib shu narsani men his qildim. Qayerdan keldi g'oya degan savolingizga, Yoshlar ishlar agentligi direktori ko'p gapiraman ular haqida. Chunki boshlarida juda ko'p narsa o'tgan. Xuddi shu meni boshimdagi o'tgan narsalar til bo'yicha ulardan ham 10 karra bo'lib o'tgan. Bir kuni Turkiyaga ketyapman, parvoz qilyapman. Turkiyada konferensiyam bor. Endi inglizcha gapira olmayman. Ular ham inglizchani tushunadi, lekin ularning tilida gapirsangiz ko'proq hurmatingiz oshadi deb. Men ilovalarni qidirdim birma-bir. Qani bormikan o'zbek tilida turk tilini o'rgatargan. Shunaqa bo'lsa-da, qisqa paytda shu samolyotdan tushguningizcha sizga ba'zi bir iboralarni o'rgatib qo'ysa. Qidiribdilar. Shu yo'q bo'lgan, topa olmaganlar. Keyin miyalarida shu qolib ketgan g'oya. Bir kun Rustam aka ana qilib, mana siz o'quv markazida dars beryapsiz. Mana necha yil bo'ldi. Men sizni taniyman. O'quvchilaringiz hech qachon sizni tark ketib qolmaydi. Misol uchun o'quv markaziga bolalar keladi, ketib qoladi-da. Menda juda ham kamdan kam holatda ketardi. Hatto puli bo'lmasa, ota-onasi iltimos qilardi. Bugun bera olmayman. O'quv markazida endi baribir o'zining biznesi bor. Rustam aka faqat aytmay, bolani motivatsiyasi tushib qolmasin. Sizni darsingizga maktabdan ko'ra chopib boradi bu bola. Motivatsiyasini tushirib qo'ymaylik deb iltimos qilardi mendan. Gapirish qobiliyatiga ega bo'lmagan bolalar kelardi men darsimga. Zo'rg'a gap uyalargan bolalar kelardi. Lekin shunaqa jamoa, do'st jamoa bo'lib ketardiki, bolalar xullas yashardi o'quv markazida biz bilan. Tong ma'noda yashardi. Uyga vazifa qilmasa uyalardi bolalar. Men ularni ushmas edim. Ko'zimdan ko'rib olardi bolalarda. Ya'ni shunaqa munosabat o'rnatib olganmiz o'quvchilar bilan. Bu sizlarga juda ham muhimligini tushuntirardim o'sha paytda. Bilmagan ekanman, Ibrat u paytda bo'ladi, nima bo'ladi. Keyin shu g'oya bo'lgan va undan tashqari hurmatli prezidentimizning o'sha Alisher Zafarchi gapirgan shahidlar maydonida gaplari bo'lgan uchrashuvda jadidlarni o'tgan bobolarimizning harakatini nimadir loyihalar orqali qilishimiz kerakki, yoshlarga o'rnak qilib ularni tiriltirishimiz kerak. Ularni qanaqa tiriltiramiz? Albatta o'lgan odam tirilmaydi, lekin ularni ishlari hali ham davom etadi. Ularning ishlarini davom ettirsak, ularning ruhi shod bo'ladi deb aytganlar. Va men o'zim poliglotman. Shunaqa poliglot inson bormikan deb qiziqqanimizda shu Ibrat Ishoqxon namanganlik poliglot inson o'tganlar. Nomlari ham Ibrat Ishoqxon. Ular ham poliglot bo'lganlar, lekin ular hayotini qisqa qilib aytib beradigan bo'lsam, YouTube'da kinolari ham bor. Ishoqxon Ibrat aytganimda, hatto prezidentimiz aytganlar-da, shu ziyolilar ham bilmagan, Ibrat kimligini bilmagan, lekin sizlarni qilayotgan ishingizni Namanganda ko'rishganimizni aytib berganman-da. Sizlarni qilayotgan ishingiz nafaqat til o'rgatish, balkim jadidlarni ishini davom ettirish ekan deb xursand bo'lgan. Bu loyihani davom ettiradi. Xullas, ular til o'rgatish uchun har xil usullarni o'rganganlar. Bo'lib ham xorijiy safarlarga chiqib, u yerda istiqomat qilib, bir joyga chiqqanlarida, yanglishmasam, Qohira yo Arabistonga chiqqanlarida kino orqali ko'rganman. Bir kitobni ko'rib qoladilar, Sohoni Ibrat, va shu kitobni menga sotgin deydilar. Yo'q, sotmayman deydilar. U
kishi biladi, bu kitobga qiziqqan odam oddiy odam bo'lmaydi, olim inson bo'ladi. U odamga kerakligini biladi-da, ataylab aytadiki, men sotmayman u kitobni deydi. Nima qilay desa, sen shu yerda qolib o'qishing mumkin deydi. Menga xizmat qilasan deydi. Evaziga pul ham beraman yotishingga, narsang qilishingga deydi. Bu kelishishadi. Xullas u kitob tugaydi, u do'stlashib ketadi tadbirkor bilan, narsa qiladi. Endi menga ruxsat bering, duo qiling. Men ko'p narsa o'rgandim desa, avaylab, asrab, duo qilib jo'natadi. Boshlaridan narsalar kechib, jahongashta bo'lib, o'rganib, yurtlariga boradilar. Va maktab ochadilar. Maktablari bepul bo'ladi. Lekin qo'sh tirnoq ichidagi ba'zi bir ustozlar buni siyosat darajasiga chiqarib, ularni yomonlikqa chiqarishadi. Ya'ni ularni o'rgatayotgani ajnabiylarning tilini o'rgatishyapti, unaqa debdi. Chunki u yerda ilmli insonlar yoqmagan u paytda. Aqllilar yoqmagan. Aqllilar yoqmagan. Ko'rolmaslik. Xullas ustidan har xil jinoiy ishlar ochishgan, narsa qilishgan va dodamiz tengi keladigan inson 70 dan katta insonni zindonband qilishgan va ular qiynoqlarga chidolmay o'tib qolganlar. Va ularni o'g'il farzandlarini ham aldab-suldab surgun qilib yuborishgan. Til o'rgatgani uchun. Lekin hozir bizda nima bo'lyapti? Til o'rgatganligi uchun Faqat rag'bat. shuhrat beryaptilar, shuhrat medali beryaptilar. 1 yil 2 yil oladimi? Nimaga? Chunki boshqa yoshlarga namuna bo'lsin. Sizning qo'lingdan kelgan narsa birovning qo'lidan ham keladi yoshlarni. Faqat uni o'zi anglab yetish kerak. Tushunishi kerak. Bu faqat prezident mas'uliyatidagi narsa emas til o'rgatish. Kimdir kelib sen uchun bog'ingni ko'lab bermaydi yoki meva qilib bermaydi hech kim seni, mashina qurib bermaydi, uy qurib bermaydi senga. Buni sen o'zing qilasan. Yoshlar shu narsani tushunmas ekan. Instagramda qo'pol qilib aytganda endi nima deydi? Shu joy kelib qoldi. Yo'q, zilsal bo'lganda ham zo'r gap bo'ldi. Ana kuni 3-4 ta do'st o'tiribmiz. O'ylamagan ekanman shu narsani. Endi uylarni qurib hozir ayoliga jo'natishyapti, eriga jo'natishyapti. Billa xudo xolisa malikam, bizga ham shunaqa uylar nasib qilsin. Yaxshi gaplar, narsalar yozib. Havosi yaxshi, lekin biz nimani ketidan ketyapmiz? Nimaga xos qilyapmiz? Sababini qilmayapmiz. Biz nima deydi? Ijtimoiylashib qolyapmiz-da. Ya'ni bizning maqsadimiz faqat uy olish, mashina olish. Xo'p, olding, uy olding, narsa qilding. Ingliz tilida zo'r gap bor. What's next? Keyingisi nima? Nima u maqsad? Shumidi maqsad? Bo'ldi, to'xtaydi. Ya'ni qachonki shu narsadan biz to'xtamas ekanmiz, bizda rivojlanish bo'lmaydi. Men o'zimdan savol beraman. Nimaga bizda faqat shu pastki pog'onaga tushsiz Instagramda izohlarda har xil gaplar, buni bunaqa qilibdi, buni bunaqa qilibdi, buni bunaqa qilibdi, lekin ayolda Garvardda, Stanfordda hozir yosh olimlar kashfiyot qilyapti. Quyosh batareyalari, Marsga chiqib o'tda hayot bormi yo'qligini, uchar mashinalarni kashf qilishyapti. Lekin bizda hali ham shu narsalarni uyni qanaqa qursak, qanaqa baland qilsak, tomini qizil qilaymikan, yashil qilaymikan, qaysi paytda qanaqa chet elga chiqamiz. Insonni, yoshlarni maqsadi emas, maqsad u bo'lish kerak emas. Hatto IELTS ham maqsad emas. Hatto vosita bo'lish. Men tushuntirardim o'qituvchi sifatida. Sen agar IELTS maqsad qilib olgan bo'lsang, undan keyin nima qilish kerakligini bilmaysan. Bola stop bo'lib qoladi. Psixologik o'ziga nima qiladi? Baryer qo'yib qo'yadi. IELTS bu shunchaki vosita. Universitetga kirishda siz DTMga testga tayyorlanganingiz kabi IELTS ham bu vosita. Nimaga? Chunki bu IELTS dan katta baho olsangiz, xalqaro darajadagi o'qishlarga kirganingizda siz katta tonnagi kitoblarni ingliz tilida o'qiysiz. IELTS qancha darajasi yuqori bo'lsa, uni hazm qilishingiz, kitob tushunishingiz tezroq bo'ladi. Siz u orqali kasb tanlaysiz. Siz 5 yil, 10 yilda tanlayotgan kasbingiz sizni haqqiga teglab boradi. Kimga yordam berasiz? Nima qiymat qo'shasiz davlatga, yoshlarga? Mayli balandparvoz gaplar gapirmasdan, oilangizga qanaqa xizmat ko'rsatasiz? Oilangizga, farzandingizga qanaqa namuna bo'lasiz? Misol uchun, tonirovkangizni maqtanasizmi jentradiga yoki nomingizni maqtanasizmi misol uchun? yoki balonni maqtanasiz. Nimani maqtanasiz? Qanaqa namuna bo'lasiz? Ertangi ko'tarib keladi ingliz tili kitobini. Hozir zamon shiddat bilan rivojlanyapti. Sun'iy intellekt kitobga ham kerak bo'lmay qoldi. Hozir ChatGPT orqali bolalar, misol uchun, men taklif so'rayapman. Biznesga g'oya bersam, g'oya beryapti. Shunaqa anaqada yashayapmiz-da. Endi 5 yildan keyin bugun gap ertaga to'g'ri kelmayapti. Insonlar uchun til o'rganish vaqti qancha-yu, sizdek ko'p tilli insonlar uchun qancha muddatni? Bizda reklamalar ko'p-ku, bir oyda ingliz tilini IELTS dan 9 olasiz, 8 olasiz deydi. Ancha fantastika bo'lsa kerak. Endi o'zi standarti bo'yicha endi hamma har xil anaqa qiladi, gapiradi, chunki hammaning o'zining g'oyasi, fikri bor. Lekin hammaning fikriga, g'oyasiga qarab yurgan bo'lsangiz, u standartlardan chiqib ketib qolasiz. Bitta katta olim insonga savol berishyapti. Endi savolning tuturug'i yo'q. Va aytdilarki, chiroyli gap bilan tanbeh berdilar. Men kitobni nimaga yozyapman? Kitobni shu savollarga javob bo'lish uchun yozyapman. Nimaga unaqa tuturuq savol beryapsizlar? Bizda ham shunaqa narsa immunitet hali hosil bo'lmagan. Ya'ni
bizni savol berayotganda avvalambor standarti nima deydi? Misol biza boshimiz og'risa, biz o'qituvchidan so'ramaymiz, boshim og'riyapti, nima deb o'ylaysiz, qaysi dori ichaman? Shifokorga boramiz. Til bo'yicha til mutaxassisidan so'raymiz. Qanaqa mutaxassisligi bor uni o'zi so'rashimiz kerak. Mutaxassis bo'lganda ham o'sha aynan ingliz tilini vatanli bo'lmish nima, Oksford nima deyapti, Cambridge nima deyapti o'zi degan savollarni qo'ysa, o'zi javob beradi o'zi aslida. Hamma joyda bir xil. U Yevropaga borasizmi, O'zbekistonga kelasizmi, Xitoyga borasizmi, hamma joyda bir xil. Faqat metod boshqacha bo'lishi mumkin, o'qituvchi boshqacha bo'lishi mumkin, saviyasiga qarab. Endi ingliz tilida 6 daraja bor. A1 dan C1 gacha har bir daraja qiyinchiligiga qarab 3 oydan 4 oygacha o'rganiladi standart bo'yicha. Har bir daraja 3 oy. Har bir daraja 3 oy. Misol A1, men offline dars aytyapman. Offline dars aytyapman. Mana kitoblari, uni student booklari bor, shu dars paytida o'rganadigan word booklari bor, uyga vazifa kitoblari, lug'atlari bor. Unda ham uzilishlarsiz. Kunda kunora 1,5 soatdan borargan bo'lsangiz. Misol, men buni sinab ko'rganman. 1,5 soat. 1,5 soatdan. Bu o'rtacha daraja. Bitta kino ko'rishga ham sarflayverasiz 1,5 soat. 1,5 soat misol uchun. Va 1 yil muddatda siz o'rtacha 6-6,5 ola olasiz. O'rtacha boshlagan bola IELTSdan misol shkala 1 dan 9 gacha baholansa 5,5 daraja standart baho. Misol uchun mana universitetlarimizda bor, MDIST, Westminster, INHA, Turin va boshqa narsalar 5,5 dan 6 gacha qabul qilishasiz. Kirish imtihonidan bo'lib kirasiz. Ya'ni 1 yil, 1,5 yil, uzog'i 1,5 yil emas. Demak, siz o'qishga kiradigan darajada ingliz tilini o'rgansangiz bo'ladi. Endi savolni boshqacharoq bergan bo'lardim. Endi hammada har xil maqsad. Hammada ham IELTS emas-ku. Misol uchun siz chet elga chiqmoqchisiz. Men gaplasha olish yoki davlat xizmatchisi sifatida siz investitsiya jalb qilmoqchisiz. Sizga IELTS shart emas. Bo'lsa yaxshi. Lekin siz unchalik vaqtingiz yo'q. Har kuni 1,5 soat borib, bo'lib ham offline borishga, narsa qilishga. Mana shu narsaga biz yechim topdik. Ibrat farzandlar orqali Superstart mana dasturi bor. Oldin video ko'rardi, test qilardi. U ham yaxshi. Bu ham bir qo'shimcha support desak bo'ladi, yordamchi sifatida. Lekin biz shunaqa narsa o'ylab topdikki, sun'iy intellekt orqali aynan davlat xizmatchilari, tadbirkorlar, mana prezidentimiz nima deyaptilar, hokimlarga, davlat xizmatchilariga, umumiy davlat strukturada ishlaydiganlarga endi investitsiya olib kelish kerak har bir viloyat uchun, har bir hudud uchun deyaptilar. Uning uchun nima kerak? Viloyatga borgandan keyin to'g'ri sizda juda ham g'oyalar ko'p. Tarjimon bilan gaplashish boshqa. O'zingiz yetkazishingiz. O'zingiz qalbdan chiqqan narsa qalbga yetib boradi deydi-yu. O'zingiz gaplashishingiz, uni tilini topdingiz, muvaffaqiyatning 50%ni qo'lingizga keldi. Ha. Mana til o'rganishning bitta eng katta narsasi bu muvaffaqiyatning 50% kaliti sizga beradi. Ya'ni sizga ishonadi u odam. Chunki com skills deydi, communication skills, madaniyat, gaplashish madaniyati. Uni qiliqlarini o'rganasiz, gesturlar, posturlar deydi. Ko'ziga qaraysiz. Balki bunaqa qilsaychi degan fikrlar berasiz. Agar 3-chi odam turadigan bo'lsa, tarjimon. Mana tarjimon ham turadi, lekin siz u emotsiyangizni ichingizdagi hozir mana qanaqa tushuntiryapman. Tarjimon qanaqa tarjima qilishini ham bilmaysiz. Ha-da, u sizni subyektiv fikringizni obyektivni yetkazish u 3-chi insonga boshqa. Xabarlar tushib qoladi 3-chi insonda, ikkinchiga yetib borish uchun-da. Uni boshidan o'tkazgani biladi. Ya'ni ingliz tili nima kerak? Tarjimon bilan ham yoki ChatGPT bilan ham tushuntirib ola olasiz. Yozib bera olasiz. Tarjima ola olasiz, muammo emas, hamma joyga chiqsangiz masala emas, lekin aynan mashaqqa kelarganda, misol uchun tasavvur qiling, $1 million sizda hozir kontrakt turibdi. Ishontira olasiz, elevator pitch deydi. Men o'zim marketingni bitirganman. 60 daqiqa, 60 soniya vaqt, 1 daqiqaning ichida siz o'zingizni xullas qo'pol qilib aytganda sotishingiz kerak. Menga mana narsalarni bersangiz, investitsiya qiladigan bo'lsangiz, sizga ROI deydi, ya'ni reinvestment, ya'ni sizga tikilgan pulni qaytib kelishi. Revenue, oxiridagi revenue, foyda. Shu narsani men sizga mamnunisi bilan qaytarib beraman deb uni ishontira olishingiz kerak. O'zbek bo'lsa yaxshi. Misol, sizni partnyoringiz lekin ingliz bo'largan bo'lsa, boshqa bo'largan bo'lsa, hatto ingliz bo'lmasa ham o'zi boshqa tillarni bog'lab turadigan til ingliz tili. Misol, yaponiyalik siz yaponiya tilini bilmasligingiz mumkin yoki u Xitoy tilini, ko'pchilik ingliz tilini o'rganadi. Lekin ingliz tilini o'rganadi. Bog'lab berar ekan. O'shanga ham why English degan, nimaga ingliz deganda, mana shu sababli ingliz tilini o'rganish zarur. Mana shu Ibrat farzandlarida nechta til o'rgatilyapti mana shu platformada? O'rinli savol berdingiz. Men savolga yana ko'proq javob bergan bo'lardim. Bu tillar qayerdan olinyapti? Nimaga o'zingizdan o'zingiz ingliz tilini o'rgatyapsiz?
rus tili shuni nima so'ramoqchi talablarga edim. qarab u tillarni qo'ygansiz desangiz to'g'ri bo'ladi. Bizani yurtdoshlarimiz avvalambor juda ham ko'p davlatlarda o'zbeklar mavjud ishlashadi. Koreys tili bor edi. Ha, misol uchun Koreyaga juda ham ko'p insonlar ishlashga ketyapti, topik olib, o'qishga ketyapti. Elchixonalar bilan gaplashdik, odamlarni o'zi bilan intervyu qildik, tadqiqotlar o'tkazdik. Ingliz tilini endi tadqiqot o'tkazmasangizdan ham bo'ladi, misol uchun. Hozirgi 5 ta til eng muhim tillar nima desangiz, ChatGPTdan so'rasangiz ingliz tilini qo'yadi. Xitoy tilini qo'yadi, rus tilini qo'yadi, turk tilini qo'yadi, arab tilini qo'yadi, nemis tili, koreys tili, 7 ta. 7 ta eng muhim til. Qolganlarini ham o'rgansangiz, ular ham kerak. Lekin 5 ta eng muhim tillardan bittasida o'sha ingliz tili turadi. Shunga qarab qo'yganmiz. Hatto mana Poland, Polsha, polyak tili deydi. Polshada ham biz juda ko'p o'zbeklarimizni o'sha polyak tilini o'rganishga muhtoj ekan. U yerda ishlashga, o'qishga borishar ekan. Buni biz qayerdan bildik? Polyak tilini yo'lga qo'yayotganimizda bizda mutaxassis yo'ligini bildik. Polyak tilini o'qita olgan. O'qita olganlarga ham bor. Ular rus tilida o'qita oladi yoki yoshi katta. Xullas bizani formatga to'g'ri kelmaydi. Mezonlarga to'g'ri kelmaydi. Endi nima qilamiz? Endi elchixonaga biz xat yozdik. Do'stlarimizga networking qildik. Biz hatto o'sha Polshadan mutaxassis olib keldik. Polyak tillari C2, C1 emas, C2 degani oxirgi daraja. Ingliz tillari ham zo'r. Ularni olib kelib, bir farzandlarida bor. Ularni olib kelib, 100 ta dars oldirib, o'zbek tillarini oldirib ustida ishladik. Ya'ni chunki biz o'zbek zabonlariga beryapmiz. Uni to'g'rilashimiz kerak. Uni biz gapirsa bo'lmaydi. O'sha Polshadan polyak tilini olib kelib bildik va hozir nima yordam beryapti desangiz, mana elchixonada juda ham ko'p elchixonada statistika oldik, juda ham ko'p o'zbeklar, 20 ming, 30 mingga yaqin o'zbeklar aynan polyak tilini o'rganishyapti. Juda ko'p rahmat xatlari yozilyapti farzandlariga. 23 ta til deyapsiz-ku. Menda bir hozir qiziq savol tug'ilyapti. O'zi inson nechta tilni bilishi mumkin? Cheksiz, ya'ni bitta kimdirdir talant bor, talant yo'q, bu til o'rganishga bir moslashgan deydi. Bu noto'g'ri gap. Yaqinda bir yig'ilishda Davronbek Turdiyev bilan savol berishdi. Juda qiziq gap gapirdilar. Ya'ni nima qilishim kerak men shunaqa sizdagi darajaga qilishim uchun? 1% talant, 2% talant bo'lishi mumkin. Talantli insonlar tug'iladi. Ularni moyilligi bo'ladi. U so'z yodlash bo'lsin, u xoh futbol o'ynash bo'lsin. Lekin qolgan 95-96% o'sha mehnati. Endi nechta til yodla oladi deyishingizga nima deydi? 10 tadan ham ko'p til yodlasa bo'ladi. Endi uni agar spesialist, ya'ni yo'nalishi shu bo'lsa, shuni talab qilsa, unda vaqt miyaga nima kerak? Miya bitta narsani yaxshi ko'radi. Hozir hamkasblarimiz bilan gaplashyapmiz. Sizni o'zingizda ham shunaqa narsa bo'lsa kerak. Miya tartibni yaxshi ko'radi. Normada 8 soat uxlaydigan bo'lsangiz, men o'zimni sinab ko'rdim. Lekin siz 7 soat, 6 soat uxlaydigan bo'lsangiz, u narsa surunkali davom etsa, bu sizni ish faoliyatingizga, u siz geniy bo'ling, sizga ta'sir qiladi. To'g'ri. Lekin tartib bilan uxlab, tartib bilan bir vaqtda o'rganib, nima deydi, strategiyalar bor. 20 daqiqa pomidoro degan, ya'ni strategiya bor, yanglishmasam. 20 daqiqa sekundamer yoqib qo'yasizda, hech narsa xalaqit bermaydi. Bitta ish ustida faqat 20 daqiqa fokus qilasiz, e'tibor berasiz. 20 daqiqadan keyin uni o'chirib qo'yasiz. Bo'ldi, keyin ishlaringizni qilib yuraverasiz, ovqatlanasiz, narsa qilasizda. Miyada ham xuddi shunaqa narsa. Agar miyani o'rgatsangiz, shu ertalab men turaman, lug'at yodlayman, 5 tadan so'z. Ma'ni ko'p emas. Undan keyin ovqatlanaman, undan keyin choyxonaga boraman, undan keyin uni o'rganaman, buni o'rganaman, ketaveradi. Faqat bir xil paytda. Har dushanba, chorshanba, juma tilni o'rganaman va o'sha paytda men ingliz tili kitob o'qiyotgan bo'laman. Misol uchun, Atom odatlarini, Atomic Habits ingliz tilida kitobini. Bir varaq deylik, 2 varaq deylik. Va tartibdan keyin davomiylikni yaxshi ko'radi miya. Davomiylik bo'lishi kerak. Kam bo'lsin, lekin davomiy bo'lsin. Bizda nima bo'ladi? O'quvchilarda bitta motivatsiyasi yonib ketib qoladi. Videoroliklarni ko'ramiz, o'rganib olganmiz. Zo'r. Xuddi kitobni olib kelib oladi, o'zini qiynab, qiyin so'zlarni yodlaydi-da, bittada stress oladi, bo'ldi. U bir oydan keyin umuman nafaqat uni tugadi deydi. Boshlashi, ya'ni umuman davom ettirib yomon ko'rib qoladi u narsani. Odam yomon ko'rgan narsani hech qachon qila olmaydi. Ana aytadi-yu, Ronaldodan so'raganda, happiest people are those who earn money from their hobbies. Ya'ni baxtli odamlar kimlarki? Ular hobbisidan pul topgan odamlar baxtli insonlar. Chunki ular yaxshi ko'rgan narsasini qiladi. Bu degani siz ishlaysiz, lekin ishlaganingiz sizga bilinmaydi. Siz ishlayverasiz, lekin qarasiz, ishlamayotgan bo'lasiz. Bu narsani biz ko'p liderlardan ko'rsak bo'ladi. Qanaqa bu inson yurishi mumkin? Uxlamayapti, boya aytgandek, standartlardan chiqib ketyapti. Ya'ni o'zimni gapimga o'zim qaramasa chiqolman. 8 soat uxlash kerak, lekin uxlamayapti. Paradoks-da. Bu narsa qilyapti-da, keyin zamirni qarasam, u shunchaki miyani
miyaga nima deydi buyruq bergan, reprogramming buyruq degan bergan. narsa bor. Ha, shuni men qila olaman, narsa qila olaman. Buni orqasidan juda katta muvaffaqiyat keladi, natija keladi deb aytgan. Va miya shunga ko'nib yuraveradi. Bugun dam ololmasam, ertaga dam olaman. Bu yosh bolani aldab yurasiz-ku. Indinga dam olaman desa, shunaqa qilib miyani To'xtab sekin qiladi. Lekin bu narsa to'g'ri. Zarar bunaqa qilishni men tavsiya qilmayman. Lekin men Bu demoqchi keyingi bo'lganim, darajada. ha, inson yaxshi ko'rgan narsasini qilsa hech qachon charchamas ekan. Lekin o'zini majburlab yaxshi ko'rish shart emas. Til o'rganuvchilarga shu o'rinda men aytaman, tartib bilan, davomiylik bilan, xuddi mana Superstar dasturida bitta bo'limida 15 daqiqa ajratsangiz bo'ladi. Yangi tilni qancha muddatda o'rganasiz? Ko'p tilli inson sifatida. Shaxsan menmi? Ha, siz. O'zim uchun qiziqsan. Misol uchun bitta gap borda, Rustam aka, masalan, rus tilini bilsang, ingliz tilini tezroq o'rgansang yoki bitta tilni bilsang, agar boshqa tillar sanda tezroq o'rganilinadi deydi-da. Endi men bunga ha ham degan bo'lardim, yo'q ham degan bo'lardim. Ha, nimaga ha deyman? Chunki misol uchun rus tilini bilganlarga ingliz tili o'rganish osonroq deydi. Ha, nimaga? Chunki strukturasi bir xil. Oilasi bir xil. Roman Strukturasi bir xil bo'lganligi uchun, u tilni bilganligingiz uchun emas. Lekin arab tili umuman boshqa Yo'q, narsa. yapon tili mana shunga kelyapmiz. Xitoy tili iyerogliflarga to'la til. Bu qiyin til. Misol uchun ingliz tilini 1 yilda o'rgandim degan xitoy tilini uni o'rganaman deganim emas. Paradoks bo'lishi ham mumkin. Xitoy tilini biladigan odam ingliz tilini o'rganishi qiyin bo'ladi. Ana kuni bitta bola keldi, Rustam aka, shoshib qo'rqamdan desam, men xitoy tilini o'rgandim. Yaxshi gapiryapsam, qanaqa darajada? Shu yaxshi darajada dedim. B1 darajada endi HSK degan narsa bor, xuddi IELTS ga o'xshagan xitoy tilida. Lekin ingliz tilida talaffuzim kelmayapti deyapti-da. Chunki xitoy tilida bor talaffuzlar ingliz tilida mavjud emas. Ingliz tilida bor talaffuzlar xitoy tilida mavjud emas. O'rgan bo'lgan, adaptatsiya bo'lganda, endi dedim, ikkalasini parallelni olib ketma dedim. Bu deyarli to'g'ri holat. Men turk tilini o'zim boshlaganman. Boshqacha turk tili. Yevropada ham Husanov aytishga qiynalishdi-ku, misol uchun. Ha. Men o'zimni ham aytishga. ismimni qiynalishardi. Rustam qiynalishardi. Qayerdansan desam, O'zbekiston desam, Qirg'iziston, Qozog'iston talaffuz qilishmayapti. Hozir baxtimiz bilan mana 5 yil, 6 yil o'tdi. Chiqsam, o'sha chet elliklardan so'rasam, chet elliklar O'zbekistonga kelganda Tashkent City'da yaqinda ko'rib qoldim. Bizi haqimizda o'sha fikri o'zgargan, g'oyalari o'zgargan. Ya'ni Qarashlar o'zgargan. ha, ingliz tilida hali ham lekin bor, yuryapman. Hind bitta kelib qoldi, mana shu o'rinda namuna qilib aytib ketsak bo'ladi. Hatto oddiy insonlarga shunchaki mana sizga bitta hudud berilgan. Qattaligini aytmayman. Bitta plashatka, bitta hudud, o'yin hududi. Endi u yerda Hind oilasini olib kelgan, o'ynataman deb. Va chiqargan joyi bor zinadan. Uni qulf solib qo'ygan. Unga 2-3 ta odam to'plansagina chiqarishga ruxsat bor. Bitta odamga chiqarmaydi. Shu narsani haligi xodim Hindga tushuntirib bera olmayapti. Men kuzatib turibman, qay nima deydi ekan deb. Unaqa deyapti, qilib turibdi hindistonlik. Nima xohlayapsan, chiqish xohlayapman. Nimaga chiqarmayapti meni ayt dedi. Nimaga chiqarmayapsan? Undan so'rayapman. 3-chi tarjimon bo'lyapman-da. Mana shunaqa aka insonlar. Unda oilang bormi dedim. Ha dedi. Xotinim bor, bolam bor dedi. Unda men ham sizlarga qo'shilaman dedim. 5-6 ta bo'ldi, chiqdi. Keyin o'sha yerda tanishdi. Sen ingliz tilini qayerdan gapirasan? Unaqa gapirasan. Inglizmisan deyapti. Yo'q, men ingliz emasman, o'zbek. Shunaqa yaxshi gapiradimi ingliz biladi. Men o'qituvchiman deyapman, ustozman deyapman. Men 2 millionta foydalanuvchim bor Ibrat akademiyada. Qani ko'rsat dedi, ko'rsatdim. Keyin o'zbek tilini ham aytdim. Bizda o'zbek tili ham bor. Xorijliklar uchun o'zbek tili bor. Hatto sizlarni ham tilingdan o'qitamiz. Sizlar lekin bilmaysizlar bo'lsam, voy yo'q edi dedi. Lekin shu til tufayli men qadriyatimizni tushuntirib berdim. Hurmatinglar, ularga bir murojaat qildim, raqamini berdim, ilovani ko'rsatdim. Bu ilovani kim qilyapti? Qayerdan pul olasizlar? Prezidentimiz beryaptilar. Prezident tashabbusi bilan bo'lyapti. Shunaqa narsalar kim uchun bu deyapti? Yoshlar uchun deyapti. Yo'q-ku bunaqa imkoniyatlar yo'q-ku boshqa joylarda deyapti. Bizda shunaqa dedim. Mana hozir Superstar degan mana shu Ibrat akademiyasida bir qanaqadir rukun qo'shildi-da, rukun desak bo'ladi. Va menda hozir bir savol aylanyapti-da, agar men mana shu Superstar dasturidan foydalansam, o'zi bilaman ingliz tilini, bilmaydiganlar uchun mana boshda aytdingiz-ku, men bilmaydiganlar tez o'rganish mumkin. Kafolati bormi? Gaplashib keta olishadimi agar o'sha aytayotgan vazifalarni qilsa, mana shu so'zlasha Tartib bilan. olish darajasiga yeta oladimi? Shu bo'yicha bir tushuntirish berib ketsangiz yaxshi bo'lardi. Zo'r savol berdingiz. Bu Qiziqda. dastur aynan shu Oxford, Cambridge, men o'zim yaqinda Oxfordga borib keldim. Ustozlar malakasini oshirish kursi bor. Iskandar Kamoliddinov bilan birgalikda shu prezident imkoniyat berdilar. Boringlar shu yoqqa, o'rganinglar. Uni yaxshilab o'rganib, bu yoqqa ilovaga qiymat qo'yish kerak. Bolalar endi oddiy narsadan emas, dasturdan eng zo'r metodlardan o'rganishsin degan bizga bir anaqani berdilar, vazifani berdilar. Biz bordik, o'rgandik.
mana Sefer bor, Cambridge misol uchun IELTS dasturlarini o'ylab chiqqan, haligacha ishlashadi, materiallarni, dasturlarni ustida ishlashadi. Demak, ular zo'r bu bo'yicha. Shularni o'rganganimizda, ya'ni har bir daraja bo'yicha ular bizga anaqa berdi. Ya'ni bitta o'rganuvchi A1 levelda, boshlang'ich levelda, o'zi hamma darajada A1 bor, hamma tilda. Nechta so'z bilish kerak bola, misol uchun 500 tadan 1000 tagacha so'z bilish kerak. Mana bu mavzularda bemalol gapira olish kerak, standarti bor. Mana shu standarti asosida bizda PhD yo'qlagan, O'zbekistonda PhD yo'qlagan, aynan ingliz tili lingvistlar, aynan metod bo'yicha dastur tuzib bera oladigan mutaxassislarni biz jalb qildik. Hozirgacha biz ustozlar bilan ishlaganmiz, lekin metodologiya, unaqa dastur yozadigan Metodistlar bilan metodistlar yo'q bo'lgan. Metodist bo'lgan, lekin biz hali bu dastur uchun alohida o'tirmaganmiz-da. Bo'lib ham Oxford dasturi, mana shu narsani tasdiqlagandan keyin, borib ko'rganimizdan keyin, ishonch hosil qilganimizdan keyin shu dasturni boshladik va bu narsani biz sun'iy intellekt orqali bog'lab, bizda hozir bog'lab shu dasturni yaratdik. Nimaga bu dasturni yaratdingiz? Negizda nima? Boshqa bepul darslaringizdan nima farqi bor? Desangiz, mana hozir davlat xizmatchilari bor, tadbirkorlar bor, aytib o'tdik, o'quvchilar bor. Lekin ularda nima muammo? Vaqt muammo. Til muammo o'zi. Vaqt muammo. Hozir bu dastur orqali biz oson, interaktiv, mana shu qisqa vaqt ichida ham talaffuzga e'tibor beradigan, talaffuzga qiynalishadi ko'pchilik, chiqarish olmaydi. Keyin ko'pchilikda amaliyot muammo. Men tilni o'rganyapman, men kim bilan amaliyot qilaman? Men do'stim yo'q yoki bir xorijiy tilga haqi chet elga chiqish narsam yo'q deydi. Misol chiqsa Amerikada yashasangiz, Londonda yashasangiz tushunarli holat. Har kuni doimiy mashg'ulotingiz o'zi ingliz tilini amaliyotda qo'llash bilan. Bu yerda unaqa emas. Siz maxsus kurslarga borishingiz kerak uning uchun-da. Uni vaqtini topgan odam avvalambor YouTubedan ham kirib o'rganaverardi aslida. Biz shunaqa dangazalab ketganmiz. Endi bu aynan shu dangasa bizga o'xshagan dangasalar uchun men o'zim ham aytay, zo'r yechim bo'ladi. Chunki buni sinab ko'rdik. Aynan o'sha davlat xizmatchilarining orasida, o'zimizning xodimlarning orasida. Men birinchi bo'lib xodimlarning o'ziga kirdim. Oilamdan boshladim. Oila a'zolarimizga berdik. Sinab ko'ring siz. Noldan menga natija kerak. Men siz ingliz tilini bilmaysiz. Qani ko'ringlar, vaqtingiz yo'q. Rustam zo'r ekan, ilova har bitta bo'limda 15 nimasi zo'r ekan desam, xohlagan paytim ola olaman, telefonimda bo'ladi. Ya'ni ani Steve Jobs aytadi-yu, musiqa asbobini yaratganda. Mana shu bitta kichkinagina dasturda hozir 10 mingta musiqani ko'tarib yuribsizlar. Mana shu bitta ilovani ichida hozir, misol uchun, hamma darajadagi so'zlar bitta dasturda mujassam bo'ladi. Va bu narsani siz istalgan joyda, istalgan paytda o'tirib, metroda ketasizmi, avtobusda ketasizmi, mehmonga borasizmi, chalib qolganda ham Instagramga kirib scroll down, scroll up qilasiz-ku, nimaga? O'sha paytda shu ilovaga burib olsangiz, 15 daqiqa Instagramga bosilayotganimda bosib olsangiz, ha, bo'ldi. Boshqa narsa yo'q. Faqat xohish va knopkani bosish. Inglizlar ko'ryapmiz, tilini sotyapti-da. Bunda olib qarasa, biznes uni orqasidan nechta oilalar pul topyapti, daromad topyapti, oddiy tilni sotishni evaziga. Mana biz ham qachondir o'zbek tilini sotish demaylik, dunyoga o'rgatish orqasidan oilalarimiz daromad qilishi uchun nimalarni qilib ko'rishimiz kerak? Qaysi qadamlarni tashlashimiz kerak? Bu borada juda zo'r ishlar qilinyapti. Juda katta ishlar qilinyapti. Birinchi bo'lib maqtanib aytadigan narsam, davlat rahbarini hujjatga imzo chekdilar. Kitobxonlikni rivojlantirish bo'yicha va bu orqali Yoshlar ishlari agentligida mutolaa loyihasi yo'lga qo'yildi. U yerda elektron va audio kitoblar dasturi bor. 10 mingga yaqin kitob bor. 10 mingga yaqin kitob bor, hammasi o'zbek tilida. U yerda jahon adabiyotlari bor, u ham o'zbek tilida. Ingliz tilidan o'zbek tiliga tarjima qilingan anaqa sellerlar deydi-ku. O'sha kitoblar, mana atom odatlar, misol uchun, mana oldin ingliz tilini bilmagan odam ularni tarjima qilib o'qiy olmas edi. Hozir hatto uni ham yechimlari bor. Ya'ni bir xil katta insonlar ozgina o'rganishga qiynalashi mumkin kitobda. Shu kitob loyihasi yo'lga qo'yilgandan beri kitob tinglayapman. Men o'zimni mana boya aytdik, bu narsani tan olish kerak, vaqtim yo'q. Bitta kitobni boshlab qo'ysam 10 bet o'qirman, 30 bet o'qirman, u yog'iga esimdan chiqib qoladi, qolib ketib qoladi. Qachon o'qiyman, unga qaytaman bilmayman. Lekin ketayotganimda mashinada tinglash mumkin. Bluetooth ulab qo'yaman, boraman, borayotganimda eshitaman, qaytayotganimda tinglayman. Bu menga yoqdi.
ya'ni vaqtim shunchaki ham o'tib ketar dedim. Chunki ishxonada bu narsani eshita olmayman. Chunki ishxonada biz hamkasblarimiz bilan bitta g'oya ustida ishlashimiz kerak, narsa qilishimiz kerak. Kitob tinglashga vaqtimiz bo'lmaydi. Lekin misol uchun uzoq yo'llarga poyezdda ketasizmi, samolyotda ketasizmi, boshqada ketasizmi, bu juda ham qulay narsa. Kitob do'konga kirdim. Farzandim uchun Oxford kitoblarini, ingliz kitoblarini olishga kirdim. Qarang, ahamiyat bering. Oxford ingliz tilini o'rgatadigan kitob. Kiryapmanda sotuvchi o'zbek, rus tilini biladi sotuvchi, lekin uni egasi koreys. Rus tilida yaxshi gapiradi, o'zin tilida yaxshi gapiradi, lekin o'zbek tilida qiynalyapti. Ikkita uchta o'zbek tilini gapirdida, bildim, ilib oldim, talaffuzlarida xatolar bor. Keyin gapirdim, o'zin tilida gapirdim, rus tilida gapirdim. Ozgina skidka qilib bering, ko'p kitob olyapman. Shunaqa dedim. Keyin loyiha boshlaganimizdan o'tirib, oldiga tushuntirdim, narsa qildim. Xohlasangiz o'zbek tili ham bor bizda. Bepul. Biz sekin hamma tildan keyin olib keldim, xursand bo'lib ketdi. O'zbek tili bormi dedim. Mana dedim. Rus tili vakillari uchun, ingliz vakillari uchun. Nech pul bu? Qimmat emas. Bu bepul dedim. Bu bepul. Biz O'zbekistonda yashab, siz O'zbekistonda biznes qilyapsiz. O'zbek tilini bilsangiz, menga o'xshagan til bilmaydiganlar kelsa deyapman-da. Sizga bu anaqa bo'ladi. Nima deydi? Zo'r yordam bo'ladi. Siz bu takliflarni men siz rosa xohlayapsiz menga sotishga bu narsani davoman. So'rayapman, bir xil narsalarni aytib bera olmayapti-da. Bunaqa kitob bormi? O'yinli bo'lsin, rasmli bo'lsin deyapman. U sotuvchi orqali gaplashyapti. Endi qani endi shu o'zbek tilini bilsa u teskari paradoks. Men ingliz tilini bilsam emas, endi u o'zbek tilini bilsa menga ko'proq narsa sotardi. Va yana bu nuqta nimaga olib boradi? Til bilish. Bekorga til bilgan el biladi. Til bilganga 1000 tanga deb bekorga aytmas ekan o'zbek xalq maqollarida deb men o'zimga yana shu yerda nima deydi, ham bu narsani dastur amal qildim. Albatta tillarni o'rganishga va unda hech qanaqa to'siqlar bo'lsa, u to'g'ri yo'lda bo'ladi, qiyinchiliklar bo'ladi albatta darajada. Shu darajadan o'tib olishlarini tilakdoshiman. Va bu borada Ibrat akademiya, Ibrat ilovasi, Ibrat farzandlari har doim yoshlar uchun eng yaxshisini berishga tayyor. Rahmat. Hurmatli yoshlar, kun davomida 1,5 soat o'z ustingizda ishlashni talab qilsangiz, yil davomida, butun umr davomida mana shu 1,5 soat sizga asqotadi. O'z sohangizda parvoz qilishga tayyor bo'ling va shunga ishoning, harakat qiling, mehnat qiling. Shunda qaysidir kun kelib bir parvoz davomida bir tilni o'rgana olasiz. Xayr, salomat bo'ling.